Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Eski Haqlavot ishlarimiz nihoyasiga yetdi. Bugun shapkamiz ko'cha qismi 27 metr tashkil etgan. Chok standlar qo'yganmiz. Ichkari qismimiz bu tomoni 8 metrga 120 degan chok standni o'rnatganmiz. Uzunasi 18 metrga 75 bo'lgan. Shu holatda chiroyli va go'zal qilib chizib berdik. Darvoza qismimiz alohida. Darvozanamiz 735 ga 435 chiqqan. Uy egalari shu fasonda yoqtirib tanlaganiga shuni qilib berdik. Jami bo'lib 130 kvadrat tashkil etdi.